Urush bu insonni ich-ichidan yemiradigan eng katta dushmandir. O'tkir Hoshimov ham tushda kechgan umrlar asarida urushni og'ir kunlarini, azoblarini va adolatsizliklarini aniq ko'rsatib bergan. Bu asar urushni inson ruhiga solgan jarohatlari, yo'qotilgan orzulari va sindirilgan taqdirlari haqidadir. Urush qanchadan-qancha oilalar yostig'ini quritdi, qanchadan-qancha orzularni, umidlarni chin-parchin qilib tashladi. Oddiy misol qilib Rustamning hayotini aytsak bo'ladi. To'g'ri, odamlar uchun urush tugagandir, lekin Rustam va unga o'xshaganlar uchun emas. Chunki Rustam uchun ichki urush endi boshlangandi. Urushdan qolgan asoratlar Rustamni ham tinch qo'ymadi. Hatto tushlarigacha kirib azob berdi. Baxtli hayotini barbod etdi. Guldek oilasini parakandalikka yuz tutqizdi. Agar Rustamning sirli kundaligi nima haqida yozilganini bilmoqchi bo'lsangiz, O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar asarini o'qishingizni tavsiya beraman.